IP telefoniya korxonaga rasmiylik beradi. Ha, to'g'ri eshitdingiz va video nomidan bilgan bo'lsangiz kerak, bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Xo'p, IP telefoniya haqida yetarlicha videolarni joyladik va bugun aynan mana shu bir qismigagina vaqt ajratmoqchimiz va e'tiborlarni jalb qilmoqchimiz. Endi nima demoqchimiz? Rasmiylik deganda sizlar bilasizlar, Murad Buildingga, Energy'ga yoki bo'lmasa Ipak yo'li bankiga, Golden House'ga, yana bilmayman qanaqa korxonalar bor qurilishdan tashqari. Umuman bizning mijozlarimiz bor, misol uchun Allmax kiyim do'koni bo'lishi mumkin, Millennium Travel bo'lishi mumkin, konsalting korxonalari, yana bilmayman ishlab chiqarishli, konsalting onlayn offlayn do'kon, bat sohalari. Mana ularga qilsangiz telefon hozir bizning nomerlarimiz mana Odil Ahmedov futbol akademiyasi misol uchun qisqasi ko'p-da. Mana 150 dan oshiq ishlagan mijozlarimiz bor. Ulardan juda ham ko'pchiligi mana shu rasmiylik uchun ham telefoniga o'rnatishgan. Nima demoqchiman? Telefon bo'lganda, assalomu alaykum, siz aytaylik Murad Building korxonasiga qo'ng'iroq qildingiz, hozir sizga birinchi menejerimiz bog'lanadi. Assalomu alaykum, siz Odil Ahmedov futbol akademiyasiga qo'ng'iroq qildingiz, hozir sizga menejerimiz bog'lanadi. Va hokazo. Bunaqalar juda ham ko'p, to'g'rimi? Bu nimaga insonlar bu narsani xohlayapti, nimaga bu narsa kerak? Ko'pincha biz o'zbekchilikda bilsanglar kerak, telefon bo'ladi, falonchi korxonami deb yana qaytab so'raydi. Falonchi korxonaga to'g'ri tushdimi? Falonchi. Mana shu eng asosiy mana shu muammoni hal qiladi. Falonchi korxonani demaydi, chunki suhbat davomida u yoqda rasmiy ovozlar ketayotgan bo'ladi. Undan tashqari yana bitta biz yana IP telefoniga qo'ygan joylarimizda mijozlarga shunaqa qilaylik. Telefon bo'lganda, assalomu alaykum, falonchi korxonaga telefon qildingiz degandan keyin gudok o'rniga yana shunaqangi korxona haqidagi ma'lumotlar, misol klinikalarga, bizning klinikamiz 1 2 3 4 5 narsaga ixtisoslashgan, bizga 1 2 3 4 5 narsa orqali kelsangiz bo'ladi deb ma'lumot berib turadi. Mijoz shunchaki kutmaydi gudokka, faqat operator sotuvchi javob berishi. U sizning korxonangiz, qurilish do'koningiz bo'ladimi, ishlab chiqarish, onlayn offlayn do'kon, konsalting bo'ladimi? Misol uchun, assalomu alaykum, siz falonchi konsaltingga qo'ng'iroq qildingiz, biz o'quvchilarni aytaylik chet elga o'qish, Koreyaga o'qishga jo'natish bilan shug'ullanamiz, 5 yildan beri faoliyat yuritamiz, mingdan oshiq o'quvchilarni jo'natganmiz. Iltimos aloqada qoling, operatorimiz sizga javob beradi. Bu idealniy shikarniy narsa, ya'ni mijozga ishonch beradi, mijozga hozirgi ma'lumotni yana qaytarib o'tirmaslik imkoniyatini beradi. Qisqasi nima demoqchimiz? Zamon talabi bilan rivojlanishimiz kerak. Mana zamon hozir mana shu narsani talab qilyapti. Zamon hozir bitta raqam, chunki mijozga 5-6 ta raqamdan telefon qiladigan bo'lsangiz, mijozga ishonch yo'q. Aynan o'zimda ham shaxsan men sizlarga aytaman, bir turfirmadan Xitoyga bordim o'tgan yili. Turfirmaga yo'lga ketayotganimni o'zida boshqa aytaylik akkauntdan menga yozishyaptiki, mana shu kartaga pul tashlab bering deb, misol uchun-da. Ya'ni mashinanglar Mash kartaga pul tashlab, "Yo'q, men hozir senga ketyapman" desam, "Yo'q, biz bugun ishlaymaymiz" deyapti. Men o'yladimki, agar bunaqa bo'lsa, demak, boshqa nomerdan telefon qilib ham menga aytganda men ishonib qolishim mumkin edi. Xuddi shunaqa telefonda ham tushunasizda, lekin siz reklamada biz mana nomerdanmiz, biz boshqa nomerdan chiqmaymiz deydigan bo'lsangiz, yagona raqam ishonch, rasmiylik, salomlashish, misol ish vaqtidan tashqari xodimlaringiz uchun ishlashga qulaylik beradi, chunki telefondan ham, kompyuterdan ham foydalansa bo'ladi. Eng asosiysi, agar onlayn ishlaydigan yoki ishga kelmay qolsa ham uydan ham bemalol ishlasa bo'ladi xodimlar, chunki internet orqali ishlaydi bu. Tushuntira oldimmi IP telefonining foydalarini? Eng asosiysi boya aytganimdek rasmiylik beradi va buni sizga biz bemalol o'rnatib ishga tushirib berish imkoniyatimiz bo'ladi. Chunki hozir uzoqroq muddatda strategiya qilib, uzoqroq muddatni aytaylik reja qilib ishni boshlash kerak bo'ladi. Qisqa muddatli rejalar ish bermayapti. Tushunsa, ya'ni qachongacha kichkina biznes kichkinalargacha qolib ketaveradi. Kichkina rivojlanib, o'rta rivojlanib katta biznesga aylanishi kerak. Lekin tizimsiz, tartibsiz bu narsa bo'lishi qiyin, chunki mana o'zimizga shaxsan ko'z o'ngimizda ko'rib turibmiz, misol uchun yuzlab biznes 150 dan oshiq korxona bilan ishladik-da. Bular uchun minglab tadbirkorlar bilan tabiiyki telefon orqali offlayn onlayn uchrashishga muvaffaq bo'lganmiz. Ya'ni biz novichok emasmiz bozorda. Shu 10 ta dona tadbirkor bilan gaplashgan. Valomati bilan ham misol uchun gaplashganmiz. Valomat qurilishi bo'ladimi misol uchun, bilmayman. Valomat ishlab chiqarishi, beton zavodlari bo'ladimi, farqi yo'q. Har bir inson bilan suhbatlashganmiz va hozir to'g'ri qaror mana shu aytaylik tizimli, tartibli ishlash bo'lyapti. Sotuv bo'limini tartibga solmoqchi bo'lsangiz, CRM bilan agar o'rnatadigan bo'lsangiz, IP telefoniya bu ayni muddao bo'ladi. Qancha murojaat kelyapti, qancha zaявка, qancha kim qanaqa gaplashyapti,
mijozlar довольныйmi, qayta sotuvlarni yo'liga qo'yishingiz bo'ladi. Qisqasi CRM haqida o'sha videolarimiz bor. Agar bu mani videomni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, boshqa videolarni ham ko'rishni tavsiya qilaman. To'liq inshaalloh tushunchaga ega bo'lasiz va bizda bemalol sizni sotuv bo'limingizni tartibga solib, tizimga solib berishimiz mumkin. Buning uchun bizga CRM IP telefoni kerak bo'ladi. Inshaalloh mana shu tizim orqali sotuv bo'lib tartiblashadi va mijoz yo'qolishi yuqori ehtimol bilan kamayadi. Chunki siz ko'rib turasiz, onlaynda kasal bo'lib qoldingiz, Dubayga uchib ketdingiz, umraga ketdingiz, misol uchun. Shuna telefondan siz уже analiz qila olasiz. Qancha murojaat kelyapti, sotuv qancha bo'lyapti va hokazo. Qancha sotuv bo'lyapti, marketing qancha mijoz jalb qilyapti, xodimlar mijozlar bilan qanaqa gaplashyapti, nimada muammo bo'lyapti, misol uchun onlaynda hamma narsani nazorat qilib turish imkoniyatiga egasiz. Va tabiiyki buni biza sizga bemalol 5-7 kun ichida joriy qilib, pod ключ qo'lingizga topshirishimiz mumkin. Hamma narsa onlaynda bo'ladi. Hech qanaqa joyingizga bog'langanlik joyi bo'lmaydi. Xohlasangiz ofis almashtiring. Hozir bu tabiiy hol bo'lib qoldi. Ma'lum bir ofislarni kengaytirish, yangi xodimlar olish, boshqa joyga ko'chish misol uchun. U holatda tizim ishlayveradi. Tizim hammasi onlaynda bo'ladi. Muammosi yo'q. Chunki biz shunaqa yechimlar qo'yamiz, shtobi bitta joyga bog'lanib qolmasin. Sim tortgan, kabel tushirgan bunaqa narsalar hozir kerak emas. Shuning uchun men Bekzodxonov kompaniya MT24 va biz avtomatizatsiya bilan 4 yildan oshiq faoliyat yuritib kelamiz. CRM va IP telefoniya va CRM Bittrex IP telefoniya mushklar dasturlarini o'rgatamiz. Aytaylik, tizim sotuv bo'limi tizimlashtirishga yordam beramiz. Xudo xohlasa, sizga ham foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Agar qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, boshqa videolarimizni ham ko'ring. Savol agar qo'ng'iroq qilib ma'lumot olmoqchiman desangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, inshaalloh o'zim olishga harakat qilaman. Agar o'zim olsam, tabiiyki omadingiz, inshaalloh men batafsilroq yana ham tushuntirib beraman sizga. O'rnatadigan bo'lsak, yuqorida aytgandek 5-7 kun ichida ishga tushiramiz. IP telefoniga 3 kun, CRM 5-7 kun ichida ishga tushiramiz. Ot bilan tuya bo'lmaydi, lekin biznesingizga investitsiya kiritgan bo'lasiz. Hozir mana bu narsa yillar davomida ishlab beradi. Bir marta tikasiz, yillar davomida ishlab beradi. Har safar bundan manfaat ko'rasiz. O'zingiz ko'rib maza qilasiz. Oxirgi paytda eng zo'r qilgan investitsiyalaringizdan biri bo'lsa ham hech gap emas. Shunaqa gaplar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling, savol bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Tabiiyki, bunaqa qiladigan podдержкаlar bizga kuch beradi. Ko'proq bunaqa ma'lumotlarni o'zbek tilida sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.